Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. YouTube kanalimizdagi turmush bilimlari sahifasiga xush keldinglar. Biz bugun puxralish loyihasi to'g'risidagi ikkinchi videomizni so'zlaymiz. Bu videoda asosliq mushu hozirning o'zida puxralish loyihasi ichida turayotgan va yoki pat arada bu turni, bu projektni, bu loyihani boshlaydigan ba'zi qarindoshlarimizga ba'zi bir savollar bilan ham o'ylanishlar bilan keldik. Biz bu videoda balkim gerçi bu videoni teklif fikrlar deb boshlagan bo'lsakmi, lekin sizlarga undaq qiling, mundaq qiling deb aniq bir teklif fikr berolmaymiz, lekin qanday qilish to'g'risida ba'zi bir o'ylarga sala olishimiz mumkin. Chunki har kim bir hayotda masalan bir ishni nima ish qilish qilmaslik to'g'risida u qarorni eng yaxshisi o'zi chiqargan eng yaxshi deb qaraymiz. Shuning biz faqat hozir sizlarning qaysi qarorni chiqarishinglarga ozroq yordamda bo'lish maqsadida bu videoni tayyorladik. Qolgani Alloh har biringlar uchun eng foydali bo'lgan, har ikki dunyoliklar uchun manfaatli bo'lgan qarorlarni chiqarishni nasib qilsin. Endi bu videoni tayyorlash jarayonida hozirgacha bizdan ko'p so'ralgan bir qancha savollarni asos qilib turib tayyorladik. Ya'ni bu savollar ko'pincha holda ya'ni mushu puxralishda 3 o'qish liniyasi bor ekan. Qaysini tanlasam bo'lar? Va yoki mening shunda o'qug'im bor, lekin ishim cho'ng, oilam bor degandek. Va yoki mening hozircha xizmat qilg'im yo'q, o'qug'im bor, cho'qim xizmat qilishim kerakmi? Ondan va yoki hukumatning teppagan xizmatini qilg'im yo'q, qanday qilsam bo'lar degandek atrofimizda hozir golland tili o'rganayotgan mushu puxralish loyihasida turayotgan qarindoshlar mushundaq savollarni so'rab, ba'zida maslahat so'rab qoldi-chu. Shunga biz mush savollarni asos qilgan holatda o'zinglarning o'ylanib beqishinglar uchun ma'lum bir ideya, fikrlar bilan keldik. Endi birinchi o'ylanishdagi savol, ya'ni bu puxralishish, biz birinchi qism videomizda ya'ni bu puxralish loyihasining qanday bir loyiha ekanligini, qanday liniyalarning borligini, sizlardan nimalarni talab qilganligini qisqacha bir degan bo'ldik. Unda bo'lsa, endi siz Gollandiyaga kelaman deb, Gollandiyaga yashayman deb kelibsiz Gollandiyada. Afsus, balkim bu til o'rganish degandek bunday ishlarni o'ylab boqmagan bo'lishingiz mumkin-di. Lekin Gollandiya hukumatiningki mushu Gollandiyaga kelib yashaganlar uchun, Gollandiya pasportini ilishni xohlaganlar uchun işte puxralish loyihasidan iborat sizdan talab qilgan bir oddiy vazifasi bor ekan. Siz o'tash tegishli vazifa, majburiyat. Siz o'yinish tegishli savol har bir qarindishimizning o'ynab boqishini tavsiya qilamiz. Ya'ni bu puxralishni sizga berilgan bir vazifa, bir majburiyat deb qaramsiz. Ya'ni bu sizning bir vazifangiz ekan, majburiyatingiz ekan. Unda siz buni ilqi majburlangan holatda qilishni xohlamsiz va yoki buni siz uchun berilgan bir fursat, bir o'rganish fursati, yangi bir davlatda boshqadan bir hayotni tepish fursati va yoki burundan tortib, kichkingiz tortib ko'nglingizga pukib kelgan ba'zi arzu armonlaringiz bo'lsa, har xil sabablar tufaylidan amalga oshira olmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida bir amalga oshirish fursati deb qaramsiz. Ya'ni bu siz uchun nimadan derak beradi? Oldidan shu birinchi temani o'ynab boqishingizni tavsiya qilaman. Ya'ni bu balkim har kim uchun har xil bo'lishi mumkin. Ba'zilar uchun majburiyat, vazifa, ba'zilar uchun azob, ba'zilar uchun bir yuk bo'lishi mumkin. Lekin yana ba'zilar uchun bir yangi bir o'rganish fursati, yangi bir o'qish fursati, yangi bir yashash fursati bo'lishi mumkin-ku. Ya'ni mushuni sizning qanday o'ylashingiz, sizning bu 3 yilni qanday o'tkazishingizda ham bu 3 yil jarayonida qanday qarorlarni chiqarishingizda muhim rol o'ynaydi. Ondan ikkinchidan inson niyatiga yarasha ish ko'radi. Ya'ni bizning dinimizda ham niyat shunchalik muhimki, niyat to'g'risida hadislar ham har qanday ish qilgan vaqtida avvalan niyatimizning sop bo'lishi to'g'risida bizga cho'nqur darslar, hikmatlar berilgan. Shunga avvalan o'zingizning niyatingiz haqida bir o'ylab boqishingizni tavsiya qilaman. Ondan bir kichik hikoya olib keldim.
O hikoya ma'lum bir kuni bir kishi yo'ldan o'tib ketib ibodatxona silish uchun harvada to'p to'shiyotgan 3 kishini ko'ribdi va ayrim holda ulardan nima ish qilayotganligini so'rabdi. To'p to'shiyotganimni ko'rmayotamsa deb javob beribdi birinchi kishi nihoyat achchiqlangan holda. Men ishlab jon boqyapman deb javob beribdi ikkinchi kishi. Uchinchi kishi bo'lsa men Tangrining uyini silyapman deb javob beribdi. Gerçi bu 3 kishi o'xshash bir ishni qilayotgandek ko'rinsimi, amaliyotda ular ayrim 3 ish qilayotgan hisoblandi. Chunki ularning bu ishlarni qilayotgan maqsadi o'xshamaydi. Natija hamon nima ish qilganing orqali emas, balki u ishni nima uchun qilayotganing orqali belgilandi. Shu sabablik birinchi kishi mangu to'p to'shiydi, ikkinchisi bo'lsa jinni qamdaydi. Üçüncüsü bolsa rastilla Tangrining uyini yasab chiqadi. Shundaqla uningda yirish charchash bo'lmaydi, bo'lsimi huzurlandi. Ya'ni bu 3 yil jarayonida balkim hammadan o'xshash golland tilini o'rganayotgan bo'lishi mumkin-ku, lekin shu golland tilini o'rganish, shu puxralashish loyihasini o'rinlash jarayonidagi maqsad o'xshamaganlik sababidan, niyat o'xshamaganlik sababidan bu 3 adam balkim 3 xil natijaga erishishi mumkin. Shunga oldi bilan, ya'ni puxralish siz uchun nimadan darak beradi, sizning niyatingiz nima, maqsadingiz nima? Bu to'g'risida bir o'ylab boqishingizni tavsiya qilaman. Ikkinchi ko'p xil so'raladigan savol, qaysi o'qish liniyasini tanlashim kerak? Ya'ni biz birinchi qitimliq videomizda shu puxralish loyihasini o'rinlash jarayonida 3 o'qish liniyasining borligini degandik. Endi bu ham har kim o'zininki ahvoli, o'zining o'qish tarixi, xizmat tarixi, yashi, oilasiga asosan o'ziga mos kelgan liniyani tanlasa bo'ldi. Lekin men bu yerda asosiy demoqchi o'g'lim shu Underweis Route, ya'ni ma'rif liniyasi. Agarda siz yashingiz 30 dan tuvan bo'lgan va yoki yashingiz 30 dan yuqori bo'lsa-mu, kuchlik o'qish orzuyingiz bor. Yangi bir davlatdagi bu fursatni, bu til o'rganishni o'zingiz uchun yangi bir fursat, yangi bir hayot, bir orzularingizni amalga oshirishning bir fursati deb qaraydigan bir yosh bo'lsangiz, u vaqtda sizni qo'lingizdan kelishicha shu ma'rif liniyasiga kiralishingizni tavsiya qilaman. Endi buningga qanday kiraman degan vaqtida oldi bilan agarda mushunga kirish niyatingiz bo'lsa, siz Gollandiyada Osiyada turayotgan vaqtdan boshlab til o'rganishni boshlashingiz kerak birinchidan. Ikkinchidan ham ingliz tilida ma'lum bir asosingiz bo'lishi kerak. Agar ingliz tilida asosingiz bo'lmasa, o'rgansangiz bo'ldi. Hozir ish qilib bilimni o'rganamiz deydiganmiz. Hech qanday bir bahona yo'q bir davrda yashayapmiz. Chunki mayli YouTube qarasak va yoki atrofimizda ingliz tilida dars o'tayotgan to'ridan haqsiz, har xil shakllarda darsni o'tayotgan muallimlar shunday jiq. Ondan bu ma'rif liniyasiga kirish uchun yana agarda siz vatanda yoki boshqa o'zingiz turishib kelgan davlatda bir kasblarda o'qigan bo'lsangiz, diplomlaringizning hammani tayyor qilib qo'yishingizni, ham diplomlaringizni gollandchaga tarjima qilib, mishada bog'latib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Bu odatda siz shu ko'chmalar idorasi sizning panohlik tilash iltimosingiz to'g'risida bir ijobiy javob bergandan keyin shu siz turishliq kovadagi sizga mas'ul odam bu jihatlarda cho'qim yordamda bo'ldi. Ondan maxsus uyingiz chiqib, siz turishliq shaharlik hukumat maxsus sizga bir odamni belgilab sizning puxralish loyihangiz uchun sizni shu o'zaro tanishish suhbatiga chaqirgan vaqtida o'zingizning orzularini chiroyliqcha deb hem o'zingizning bu puxralish loyihasi to'g'risida izlanganligingizni, hem shu ma'rif liniyasiga kirib tilni o'rganib bir kasblarda o'qish orzuyingizning borligini, bu jihatda qila oladiganligingizni, ishonchingizni borligini qarshi tarafga olgan natijalaringiz bilan, isbotlar bilan ko'rsatib deyalisingiz, qoyil qila olsangiz, albatta bu liniyaga kira olasiz. Masalan, hozir Gollandiyadami, hozirning o'zida mush liniyada o'qiyotgan qarindoshlarimiz bor. Shunga men Gollandiyada o'qish orzusi bor.
va yoki burun boshqa davlatlarda o'qigan bo'lsin o'zining kasbini yana davomlashtirib mishada qilish orzusi bor oliy darajalik bilim olgan shu qarindoshlarimizning hammasiga mushu liniyaga cho'qim kirishni tavsiya qilaman. Bu liniya hozir Gollandiya hukumati 2029 yilgacha, ya'ni o'tgan yili boshlab 2022 yildan 2029 yilgacha 7 yillik plan bilan ochilgan liniya. Ondan bu Gollandiya hukumati maxsus mushu liniya uchun hozir 840 million pul ajratibdi. Shunga mushu liniyaga kirishni sınab bakışınlarını, qo'linglardan kelishicha tirishib bakışınlarını o'qish orzusi bor har bir qarindoshimizga tavsiya qilaman. Anın qolgan ikki liniya ularni birinchi qism videodan ko'rib olsanglar bo'ldi. Uni ham uni tanlaganlar ham hargiz nachar yoki yaxshi bo'lmagan deganlik emas-ku. Ham har kim bu dunyoda Alloh har kimga har xil iqtidorlarni, har xil qobiliyatlarni bergan. Shu u liniyani tanlagan vaqtidami imkon bor bir liniyani hech bo'lmaganda bir saviyada til o'rganadigan liniyani tanlashinglarni tavsiya qilaman. Ya'ni atrofimda men uchragan bir misol mushu masalan imtihonda meni bek yuqori sinfga bo'lib qo'yib keyin bek jiq o'qib ketmay deb imtihonni ancha yaxshi qasdanga bermadim degan gapni anglab qoldim-ku. Amaliyotda masalan siz imtihonni yaxshi bilib sizni bir liniyaga kirgizsa bu amaliyotda faqat va faqat o'zingiz uchun foydaliqchu. Chunki Gollandiyada siz tilni oshkida o'rgangan bilanmi rasmiy til o'rgangan his qilib qolasiz. Til saviyangiz oshkiga yetgan bilanmi balkim Gollandiyada kundalik turmushda nega borsangiz o'zingizning hojatdan o'zingiz chiqqidek saviyaga yetolmaysiz. Hech bo'lmaganda mayli siz Gollandiyada kasb o'qimang, o'zingizning hojatdan o'zingiz chiqqidek saviyaga yetish uchun eng oz deganda til saviyangiz bir saviya bo'lsa, ondan shunda saviyaga yeta olasizku. Shunga bu 3 yil fursat amaliyotda hargizmi Gollandiya hukumatining sizni qiynash uchun, sizni azoblash uchun, sizni bir ishiltib olish uchun uyda bek bekor yetib ketmasin, maktab kirib o'qib bir mushta bir qiynayli, azoblayli deb bir siz uchun u shaklda chiqargan fursat emas amaliyotda. Amaliyotda siz Gollandiyada yashayman deyotgansiz, bu 3 yil Gollandiya hukumati sizga turmush yordam puli beradi. Qildigan ishingiz faqat o'qish ham tanlagan liniyalaringizga asosan ba'zi xizmatlar bilan shug'ullanish. Shu amaliyotda bu bir oltindek bir fursat. Shu bu jihatda bir yaxshi o'ylanib biqishinglarni, qo'linglardan kelgan eng yuqori chekda tirishib biqishinglarni tavsiya qilaman. Tirishgan odam cho'qim bir natijaga erishadi, natijasida u foydani o'zi oladi. Shunga tilni yaxshi o'rgansangiz, uning foydasi o'zingizga bir Gollandiya hukumatiga alaydi. Foyda bo'lib ketmaydi. Shu bu jihatda o'ynab biqishinglarni tavsiya qilaman. Ondan mushu ma'rif liniyasini tanlagan vaqtda mushu tayyorlik sinf o'rlashtiradigan maktablar mushu o'zinglarning adresiga asosan eng yaqin maktabning tor betlariga kirib ham o'zinglarga mas'ul odamga masalan falon shaharda eng yaqin yerda bunday maktab borki ashad o'quvim deb desanglarmi hatto ular bu chog'da rasmiy o'zinglarning o'quvinglar borligini izlanganliginglar haqida ularni qoyil qilishinglarga foydasi bo'ldi. Endi yana bir savol, o'quvim bor, lekin ishim cho'ng, oilam bor, o'rganmasligimdan qo'rqaman degandek savollarga uchrab qolman. Endi bu savol haqida men sizga ishingiz cho'ng bo'lsin, uni qila olasiz, buni qila olasiz, unda bunda deb ortiqcha javob bermayman, lekin bu to'g'risida sizlarga kichik bir yozma olib keldim. Bu yozmani bir qancha yil oldida bir do'stim tordan avatgan vaqtida men o'zim o'qibmi, menga shunday bir aktiv energiya bergan, menga bir ta'sir qoldirgan bir yozmati. Shunga mushuni sizlar bilan o'rtoqlashishni xohlab qoldim. Mushuni anglab bo'lgandan keyin o'zinglarningki mening o'quvim bordi, lekin degan o'sha lekinning keynidagi shu bahona sabablaringlar haqiqiy bahona sababmi? Haqiqatan o'quvinglar bormi? Mush to'g'risida o'ylanib biqishinglarni tavsiya qilaman. Ya'ni bu yozmaning ismi, temasi siz o'zingizning vaqt territoriyasidir. Nyu-York vaqti Kaliforniya vaqtidan 3 soat oldida, ammo bu Kaliforniya qadimining osti ekanligidan darak bermaydi. Ham bu farq Kaliforniyani orqada qoldirib qo'ygan emas. Ba'zilar 22 yoshda oliy maktabni bitirdi, ammo yaxshi xizmatga erishish uchun 5 yil saqlaydi.
Әмма бәзілер 25 yaşıdırlı bir çoğun şirketinin baş müdürü buldu. Әмма 50 yaşıda ölüdü. Yana ba'zilar 50 yaşida bir cho'ng shirkatning bosh mudiri bo'ldi, 90 yoshgacha yashaydi. Ba'zilar tixija bo'ytaq, ba'zilar to'y qilib bolliq bo'lib bo'lgan. Obama 55 yaşida zungtungliqdan pensiyaga chiqdi. Trump bo'lsa 70 yaşida zungtungliqni boshladi. Shubhasizki, hayotlik dunyosidagi har bir jonliqning o'zining vaqt territoriyasi bo'ladi. Ətrafınızdakı bəzilər qarmaqqa sizning oldingizga ketib borgandek, bəzilər bo'lsa orqangizdagidek. Ammo tafakkur qilib ko'rsangiz, hamma odam o'zining vaqt territoriyasi bilan musobaqa qilishyotidi. Shunga hech kimga havas qilmang, hasad qilmang va hech kimni ko'zga ilmaymi qilmang. Hayotlik to'g'ri vaqt ustida harakat qildi. Shunga o'zingizni qo'yiting. Bisim qilmang. Siz kechikmadingiz. Siz oldida ketmadingiz. Siz dal o'zingizning to'g'ri vaqt territoriyasida ketyapsiz. Amaliyotda sizning ansirashlaringiz hojatsiz. Sizning hozirgi har bir kuningiz kelgusini yaratadi. Faqatla hozirni ching tuting, bo'shashmang. Yani bu o'qigan vaqtimda menga shunday bir ta'sir qilgan bir yozmadi. Şuna bunu bir qayta o'qib, o'ylanib biqishinglarni tavsiya qilman. Amaliyotda inson bir ishni qilishni xohlaydi ekan, hargizmi mayli yosh bo'lsin va yoki boshqa omil sabablar bo'lsin. Agar biz qilishni xohlasaqlar, uning cho'qim bir amali chiqadi, hal qilish usuli chiqadi. Hargizmi 30 yoshli odam oliy maktabga kirib o'qisa bo'lmaydi deydigan gap yo'q. Atrofimizda shunda misollar jiqku, 30-40 yoshga kirib maktablarga kirib o'qigan. Mesela hatta bir ay oldin torda bir yozmani ko'rgandim. 70 yoshli bir mo'mayma işte Qur'on yodlashni boshlab 5 yil ichida Qur'onni yodlab tugatgan degandek-chu. Emniyet şu yosh ishimini bildirmaydi-chu. Şu anda her kim biz dinimizden deymiz-ku, hamma ishning bir vaqti soati bor deb. Belki sizning qalbingizda bir güzel arzularınız olsa, turmuşning har xil bisimlari tüpeyden o arzularınızı amalga oshiramagan bo'lsangiz, belki hozir shu arzularingizni amalga oshiradigan vaqti kelgandi. Belki hozir shu bir boshqa planlarınız olsa, shularni amalga oshiradigan vaqt kelgandi-chu. Shunga biz bir ishni qilishni xohlaydiganmiz, hargizmi hech qanday ish uchun endi bu jinimiz tendilan bo'ldi ekan, kechikmaymiz. Şun bu jihatda o'zinglarning o'ylab biqishinglarni tavsiya qilaman. Anda yana bir savol, cho'qim xizmat qilishim kerakmi deb. Endi bu sizning qaysi liniyani tanlaganligingizga bog'liq. Ya'ni agarda siz bir liniya bilan o'z hayitidan o'z chiqish liniyasini tanlagan bo'lsangiz, bu odatda shu o'qish bilan xizmat birlashtirilgan liniya. Masalan, bir liniyada 800 soat maktabga olsangiz, 800 soat ishlashingiz talab qilindi-chu. Shun bunday ahvol ostida cho'qim xizmat qilishga majbur bo'lib qolishingiz mumkin. Ondan ham bu puxralish loyihasini o'rnash jarayonida hukumat sizni 3 yil yordam puli bilan ta'minlaganlik uchun ham sizning o'tashga tegishli ba'zi bir majburiyatlaringiz bo'ysunishlik qonun tuzumlari bor. Masalan, shu qonun tuzumlarining birisi, agar siz bir liniyaga men qo'shilaman, tamamen puxralish loyihasini mush shaklda qilay deb imzoni qo'ygan bo'lsangiz, o chog'da majburiy holda 800 soat ishlashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Albatta, bu oraliqda salomatligingiz tufaylidan va yoki ba'zida ayol qarindoshlarimiz oraliqda amildor bo'lib qoldi, yengib qoldi, bu vaqt bolasini biqish kerak. Bunday ahvol ostida hukumat sizning ahvolingizga qaraydi. Lekin siz sog'lom bo'lib, boshqa bir xizmat qilishingizga hech qanday bir to'salg'u bo'lmagan ahvol ostida qilmayman desangiz, o chog'da hukumat ham ba'zi bir qonun tuzum choralarni qo'llanishi mumkin. Shunga sizlarga bu puxralish to'g'risida bu ikki videoni tayyorlash sababim shu. Shunga ayni vaqtda sizlarga tushuntirib, imzo qo'yib, qo'l qo'ygan vaqtida qanday hujjatga qo'l qo'yyapsiz? Siz mushu puxralish loyihasininki shu turiga qarshi taraf sizga sen ma'noga mos kelgansan deb taklif fikrini berish mumkin-chu. Lekin sizningmi yo'q, men yoki ma'noga mos kelman, yoki mening ma'no qilgan bati deyish haqqingiz bor. Shunga mush jihatlarda bir bilimga ega bo'lib,
işte bir sözlüşlerde özünün hakkını, özünün huquqini qo'g'dayalaydigan bo'lsin deb bu videolarni tayyorladik. Shunga chuqur xizmat qilishim kerakmi degan savolga nisbatan hamda bu sizning ayni vaqtda qaysi liniyani tanlab imzoni qo'yib qilganligingizga bog'liq. Agarda siz tanlagan liniyada chuqur xizmat qilish bo'lsa, u vaqtda xizmat qilishingiz majbur bo'lib qolishi mumkin. Masalan, ma'rif liniyasini tanlaganlarga nisbatan undaq jiq xizmat qilish vazifasi yo'q, chunki bular odatda haftada 5 kun muqim maktabga boradi, ba'zi kunlari butun kun, ba'zi kunlari yarim kun. Ya'ni bu ilqi bir muqim ham ilqi 1,5 yildan 2 yilgacha ham jafoliq bir o'rganish jarayonichu. Shunga buni tanlaganlar buni ham o'ylashinglar kerak. Eng oxirgi bir savol, ba'zi hukumatning tibbiy xizmatini qilg'im yo'q, qanday qilsam bo'lar degan savollar kelib qoldi. Shunga buning eng yaxshi nimasi oldi bilan siz o'zingizga mas'ul odamga yana nima uchun shu xizmatni qilg'ingiz yo'q sababini obdan o'ylashib, chiroyli shaklda mas'ul odamga ayting. Masalan, siz sababini aytgan vaqtda u xizmatni masalan yaxshi ko'rmaganligingizni va yoki masalan ma'lum bir xizmatlar bo'ldi, sizning o'tmishdagi ma'lum bir asoratlaringiz bo'lishi mumkin, shu xizmatni qilgan jarayonda ko'ngilsiz ishlar esingiz kelib qolishi mumkin va yoki ma'lum bir xizmatlarni yaxshi ko'rmagan bo'lishingiz mumkin va yoki sog'lomlik tufaylidan sizga ig'ir kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sababini o'ylashib, chiroyli shaklda sababini desangiz bo'ldi. Ham qanday xizmat qilgangiz borligini esingiz bo'ldi. Masalan, siz o'qituvchilik kasbida o'qishni o'ylashayotgan birisi bo'lsangiz, u vaqtda mush xizmat qilish jarayonidami ko'proq shuningga doir xizmatlar bilan shug'ullansangiz, u chog'da sizning mush kasbni yaxshi tushunishingizga ham keyin shu kasbni rasmiy boshlaganda osonroq o'qishingizga yordam bo'ldi. Masalan, shunday sabablarni esingiz bo'ldi. Bunda ahvol ostida hukumat ham sizga balki boshlang'ich maktablar yoki yaslilardan xizmat tepishga yordam qilishi mumkin. Ondan eng oxirisida agarda ularning teppagan xizmatini yaxshi ko'rmagan bo'lsangiz, u chog'da ularning xizmat teppirishiga qarab turmay, o'zingiz ham albatta izlansangiz bo'ldi. Chunki shu puxralish loyihasi jarayonida bular sizni maxsus tarbiyalashlarni ilib berib, Gollandiyaning xizmat bozori, xizmat izlash to'g'risida uchurlar bilan ta'minlaydi. Shunga shu uchurlarga, shu leksiyalarga obdan diqqat qilib, o'zingiz yaxshi ko'radigan, o'zingizga mos keladigan bir xizmatni albatta izlab topsangiz bo'ldi. Shunga hukumatning tibbiy xizmatini qilg'im yo'q deydiganlarga mening beradigan javobim shu. Balkim bu videoni anglab ba'zi savollarga to'mtaqlan bir javob topolmagan bo'lishinglar mumkin. Chunki men boshtalam degandek aniqlam undaq qiling deb javob berish, bu birsiga qaror chiqarib berish har kim o'zi chiqaradigan qarorchu. Shunga bu jihatda men faqat ba'zi bir taklif fikrlarni, sizlarni o'yga soladigan ba'zi bir hikoyalarni o'rtoqlashishni xohladim. Qolgani videoni anglagandan keyin, ko'rgandan keyin bir o'ylanib, o'zinglarningki bu 3 yilni qandoq o'tkazish haqida bir o'ylanib beqishinglarni tavsiya qilaman. Başta degandek Allah hammamizga har ikki dunyoligimiz uchun foydali bo'lgan o'qish xizmatlarni ato qilsin. Ma'qulamsa keyin qitimliq videolarimizni ko'rishaylik. Yana agar bu videoda sizlar javobini bilishni xohlaydigan, lekin so'zlanmagan boshqa savollar bo'lib qolsa, har vaqt inkas rayoniga qoldirsanglar bo'ldi. Qo'limizdan kelishi javob berishga tirishamiz. Aman bo'lg'aysizlar, Allohga omonat.